ketyapti. Tirriq bachalar urib ketyapti biladi. Moldi bu. Bayroqni ko'taraman deydi. Bilad. Bayroqni ko'targan qo'llaringiz yana bilan. Shuncha sportsmenlarimiz yuribdi. Shuncha bilan UFC'da jang qilib yurgan chempionlik akalarimiz yuribdi. Nursulton Ro'ziboyevlar yuribdi UFC'da. Bitta jangiga $100 ming pul oladi. O'zi olayotgan puling $500. $500 pul olasan o'sha oktagon ligaga Musroxonaga kirib urishib. Guram pul olmaysan. Nima qilasan bilash, vatanni sharmanda qilib. Nursulton Ro'ziboyev chempion bo'lyapti, yaqinda urushadi. Boshida do'ppisi dunyo arenasida ko'taryapti bayroqni. Lekin jim bundan so'rasa bayroq ko'taraman deydi. Bayroqni ko'tarmasin, sen ko'tarmasang shu bayrog'imiz ko'tarilmasin. Shu sen ko'tarmasang o'sha bayrog'imiz ko'tarilmasin. Shu ko'tarayotgan qancha odam bor? Senga kim qo'yibdi sportga? Ay bala. Qaynadim borku. Asabim dosh bermadi. Oxirigacha ko'ram, telefon sindirdim urib. Telefon tiqib tayladim. iPhone 16 Pro Max ketdi musorga qarab. Maydalab tashladim telefonni. Xudo. Erka bo'landi, cho'chag'ini juniga arzimaydi. Bular. Erka bo'lan bilan hech qaysi urushalmaydi. Bitta Bobur urushi mumkin erka bo'lan bilan. Anjanskiy Bobur erka bo'lan bilan xohla stoykada, xohla kulochkada, xohla boksda, xohla kurashda, xohla MMAda bitta Bobur urushi mumkin. Anjoli Bobur aka urushi mumkin. Qolgan hech qaysi yaramaydi. Erka bilan sindirib tashlaydi. Erka bilan buklab tashlaydi. Erka bilan bitta uradi bo'ldi, shunday kallasini uzib tashlaydi joyda. Erka bilan anov emas. Jangini ko'rdingmi? Qanday bazuka udari bor uni. Kurashi ham bor. Kurashadi ham, urushadi ham, stoyka ham, hamma tomonlama erka bilan mukammal. Boburga to'g'ri kelishi mumkin, Bobur urishi mumkin. 50-50 u ham. Erka bilan taqqoslamaylar. Bularni erka